yuzlari. Mana hali qo'zi. Of, mana yuzini qaranglar akalar. Yuzlari. Mana Boshlari ham 4 4 tish ekan. Murodjon bu bo'g'oz ekan, naq. Bo'g'oz. Ha. Mana tagidan olingda. Naq bo'g'oz variantida mana akalar, xudo xolasa mana. Oyoq kengligiga alohida ahamiyat berasizlar. Bo'ylarini bir qator o'lchab ketamiz, hammasi standart. Aha. Balandligi mana akalar. 85 tur. O'ydi qaranglar. Haqiqiy sheymi mana? Ko'p ko'rsatyapti. Urg'och qo'y izlagan obunachilarimizga urg'ochlarda haqiqiy velikantidan gigant variantlarda hurmatli obunachilar yetib keldi. Videoda erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa akalar chiroyli qilib yoritib beramiz akalar. Assalomu alaykum qo'y chorvoshbozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugun biz video qilamiz sizlar uchun Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha siz bilgan Tepaquron qishlog'idan olib boryapmiz. Akalar, xudo xolasa bugun akamiz Abrorbek qo'ylarni haqiqiy mana bunaqa 90 dolardan qo'ylardan ko'plar, xudo xolasa erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Chiroyli qilib sizlarga akalar, sizlarga yoritib beramiz akalar. Xudo xolasa akalar, hafta kunimizga bugun juma ulug' kun, boshqa kunlaring hammalaringga xayrli, barakatli bo'lsin. Chishlarimiz akalar 29-iyul 2026-yil. Akalar biz video syomkalarimizni akalar boshladik. Xudo xolasa akalar, yoqsa like tugmachasini bosib akalar, kanalga obuna bo'lib obuna bo'lsang, xudo xolasa narxlar ham haqiqiy yo'lda zo'r bo'ladi. Abrorbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murodjon, yaxshi kelib oldingiz. Yaxshi, rahmat. Xudo xolasa bugunga Qirg'izistonda yangi partiyalar keldi. Aha. Yarmi yetib keldi. Qolgani ertaga keladi. Xudo xolasa bugunga 3 partiya qilib chiqarib beramiz. Hop. Birinchi partiyaga gigantlarini qo'ydik. Zo'rlaridan. Zo'rini olaman degan obunachilarimiz uchun maxsus olib kelib qo'ydik. Qo'ylar bir qator ko'rsating. Akalar, men qo'yda alohida ahamiyat berasizlar. Qo'ylarni yuzlariga, to'nlariga, oyoqlariga akalar, oyoqlari mana bunday stakan to'yoq, haqiqiy baquvvat mana. Zo'rlardan boqaman degan aka-ukalarimiz aloqa ochib ko'rasa, xudo xolasa mana haqiqiy zo'rlardan. Mana yuzini qaranglar akalar. Yuzlari mana boshlari ham 4 tish ekan. Murodjon, bu bo'g'oz ekan, naq. Bo'g'oz. Ha. Mana tagidan olingda. Naq bo'g'oz variantida mana akalar, xudo xolasa mana. Oyoq kengligiga alohida ahamiyat berasizlar. Bo'ylarini bir qator o'lchab ketamiz, hammasi standart. Aha. Bo'ylarini ham o'lchab berib ketamiz mana akalar. Xolasa. Mana akalar. Metr bitta aylantirib oling. Mana. Yerdan balandligi mana akalar. 85 plyusda ekan. 85 plyusga olishaveradi. Orolari ham lekin haqiqiy zo'r narsa ekan. Simjun variantlardan ekan akalar, qaranglar. To'ni toza, qoni tozalarda yetib kelibdi akalar, xudo xolasa. Xo'p, bugun birinchi partiyamiz nechta dona buyurdi? Partiyaga 17 dona. 17 dona. Hammasi xudo xolasa 2 tish, 4 tish. Saralangan ekan bular. 2 tish mana, 4 tishga endi o'tyapti. Ekan. Qo'yda qarang, velika. Qo'yda haqiqiy orqa boshlari ham nihoyatda chiroyli. Qo'ydi bir tomonga bitta qo'yaylik, yurishtirishlarni ko'rsataylik. Mana, obunachilar, xudo xolasa ko'rasizlar. Qaysi qo'y yo'qsa, xudo xolasa metkani qilib tashaverasizlar, ishlarini bitirib berishadi. Chiqmagan Murodjon. Aha. Qo'ylarni ko'ryapsiz, hammasi boshini egyapti. Mana akalar. Haqiqiy qo'ylarni ko'z so'ramiz mana Murodjon. Velikantlardan akalar, qo'ylar qaranglar. Xudo xolasa 90 gacha qo'yi, 85 plyus. 85 plyus 90 gacha. Mana 2 tishdan endi 4 tishga o'tyapti. O'tyapti ekan mana akalar, xudo xolasa. Bittadan tuqqan ekan Abrorbek bular. Xolasa bittadan bolasini olingan. Bittadan bolasi olingan. Bo'ylari o'sib, bolaga tayyor yana, qo'chqoriga. Mana akalar, xudo xolasa ko'rib turasizlar. Haqiqiy tozasidan zo'rdan boqaman deganlar aloqa ochib ko'rasizlar bugun mana. Bitta sho'ra, hammasi yaxshi. Ko'ryapsiz yuzlarni. Hammasi chiroyli akalar, qarang. To'ni toza hammasini mana. Yiltirlardan mana akalar, xudo xolasa. Qiziq aloqa ochirman. Qorani qaranglar akalar. Endi bu qorani qarang, Murodjon. Bo'yi mana shu 90 chiqadi, xudo xolasa. Mana qarang. Bo'y uzunligi qarang. Yungini qarang. Gazi kuchli. Mana qarang, yilpir. Tishini ko'rsatib qo'yaylik mana. Yoshi ham yosh mana. 6 tishga o'tibdi endi bunisi, 4 tishga. Orqa boshlari ham nihoyatda chiroyli mana. Garg'on o'z quloq joylashlari hamma zo'r. Xudo xolasa, hashak qo'ylar emas, Murodjon. Haqiqiy tozasidan zo'rdan boqaman degan aloqa ochib ko'rasizlar bugun. Xo'p, xudo xolasa Abrorbek, buni bizga qiziq, narxi qiziq. Narxi nima deymiz Abrorbek? Narxi nima? Ha. Yengil qilib qo'yib beramiz obunachilarimiz. Endi qo'yni ko'ryapsiz, hammasi mayda-chuda qo'ymas. Like'ni bosib turishadi, arzon qilib chiqarib beramiz. Nech puldan qilib berasiz? Hammasi bir joyga olgan odamga. Qo'yishyapti ularni 9 million, 9,5 million. Aha. 8,5 milliondan qo'yib beraman. Hammasi. 8,5 million so'mdan? Ha, 8,5 milliondan. Son nechta dedingiz bu yerda? 17 dona. Xo'p, xudo xolasa 8,5 million so'm narx aytilyapti. Abrorbek, kompaniyani xayri bormi? O'zi yaxshi narx aytdim.
Dastlabkasi ichida. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beriladi. Hamma narsani xayri bo'ladi. Xayrini aytib kelsangiz, shunga qarab telefon qilishadi. Bitta like bosiladi. Aha. Kommentariyaga iliq fikrlarni bildirsa, xudo xolasa 100 mingdan xayr qilib beradi. 100 mingdan sizga yarashmaydi. 100 mingdan xayr qilib beradi. Sizga yarashmaydi. 1 million 700 ming o'tib beradi. Yana 100 mingni o'tib bering. Xudo xolasa oqa odam baraka topsin. Obunachilarning 8 million 300 mingdan olsin. Aha. Baraka topsin. Ichida bo'g'ozlari ham bor, lekin bir qator, qo'chqor qo'shib olishadi. Naq bo'g'ozlar. Bir qo'ylar yursin bu tomonga. Naq bo'g'ozlari ham bor ekan, akalar, xudo xolasa. Qaysi qo'y yo'qsa, pastdan nomerda Telegramlar bo'ladi. Xudo xolasa. Suyak katta, gazi kuchli qo'ylar ekan, akalar. Mana. Hammasini xudo xolasa. Dumba osilgan netkani yo'q, dumpi aralashgani yo'q. Hammasi ochiq dumbada. Bir hafta bemalol sinab olishuradi, yeb-ichlarni. Chiroyli qilib. Mana haqiqiy gigantlar, zo'rdan boqaman deganlar, aloqa ochib ko'rasizlar. Oyoqlari haqiqiy baquvvat, orqalari, quyruqlari ochiq, tikka dumba, ayru dumba variantlarida ekan, xudo xolasa. 8 million 300 ming so'm narx aytilyapti. Xo'p, tanlab olganga nima deymiz, Abrarbek? Savdosi bormi? Savdosi bor. Bitta oyingga ham sotaveramiz. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Pilusi bor uni. Akalar, tanlab olganga plyus ekan. Xudo xolasa hammasini mo'ljalga olib qo'ying, mana. Qo'ydi zo'rlari mana akalar. Kimga qiziq bo'lsa, aloqa ochib ko'rasa, xudo xolasa ishlaringizni bitirib berishadi. Qo'zi ekan, bitta qo'zi. Shuni bitta ko'rsataylik. Mana oyog'ini qaranglar akalar, kastiyakni qaranglar. Molda ham yo'q bunaqa kastiyak, qaranglar. Haqiqiy zo'ridan mana. Xo'p, xudo xolasa telefon qilishadi, xayr-ustunatga yana ozmoz o'tib berasiz, Abrarbek. Telefon qilgan odamni xudo xolasa ishini bitirib beraman. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Telefon qilishsin, bemalol. Akalar, bemalol telefon qurasizlar. Hali. Bemalol telefon qurasizlar, xudo xolasa xayr-ustunatga yana ozmoz o'tib beradilar. Akalar, biz keyingi partiyaga o'tamiz. Sizlar obunachilar, bizda endi ikkinchi partiyamizga mana bunday yarichkalardan ekan. Obunachilar erinmasdan oxirigacha ko'p do'stlar, chiroyli qilib sizlarga yoritib beramiz akalar. Mana qaranglar. Haqiqiy tonlari toza, qoni tozasidan qidirganlarga akalar tavsiya qilaveramiz. Mana qaranglar. Barra junda ham bor ekan akalar, qaranglar. Sizlarga tonlarga alohida ahamiyat berasizlar. Abrarbek, xo'p, buni ikkinchi partiyamiz soni nechta? Partiyaga 14 dona. 14 dona. Yarichkalari. Yarichka. Tayyor. Qo'chqorga tayyor. Saldat bo'lib akalar, qaranglar, saldat bo'lib terilib turibdi. Qo'ydi qaranglar. Haqiqiy sheymi mana? Ko'p ko'rsatyapti. Jonivorlarni qaranglar. Haqiqiy to'ykalari zo'r. Orqa boshlarni qaranglar, akalar, qaranglar. Yuzlari mana hali qo'zi. Oho, hali sho'rishiga hali ancha bor ekan jonivor. Yunglari o'zi to'kadigan qanaqalar. Mana akalar, qaranglar. Haqiqiy qoni toza, zot tozalarda boqaman deganlar aloqada bo'larasizlar. Akalar, oldi egiz tumorlari ham bor ekan qo'ylardi. Jonivorlarni qaranglar. Hammasi yosh Abrarbek bu yerda. Hammasi yosh. Yeb ichib turibdi. Qo'chqorga tayyor varianti ekan akalar. Qo'chqorim bor, haqiqiy zo'ridan bor degan ko'klarga tavsiya qilaveramiz. Qo'chqorni qo'shib, xudo xolasa bir 10 yillab bolalarni olib yurasizlar. Quyruqlari ochiq. Hamma yo'g'i mana xudo xolasa kelgan mana. Quloq boshlari ham but-butun. Mana zo'rlardan ekan. Qo'ylar ajrasa ko'rinadi, Murodjon. Qo'ylar hammasini tortsangiz mana akalar. Quloqni qarang. Quloqlari ham shalpon quloq. Oh. Qo'nni qarang. Yunlarini qarang mana. To'ni ham To'nlari. simjun ekan akalar, qaranglar. Zo'r ekan, gazi kuchli qo'ylar ekan mana akalar. Xudo xolasa yoshini qidirdingizmi mana? Mana yoshini boqaman degan ko'klarga bemalol akalar tavsiya qilaveramiz. Bemalol mana. Haqiqiy zo'rlardan. Yotirib qo'ymaydi, zo'rlar. Xo'p, yeb ichishlardan muammosi yo'q umuman. Yeb muammosi yo'q. Bir hafta sinov olishar. Bir hafta sinovi bor. Bir hafta sinov bor ekan. Kastaklari mana ayollarni qaranglar, stakan yo'q. Bo'ybasini necha beramiz, Abrarbek bo'ladi? Bo'ybasimi? O'lchab 80 atrofi bo'ybas. Bitta o'lchab ham beraveramiz. Bitta o'lchab ham beramiz, ha? Mana qaranglar, akalar. Yuzini qaranglar, yuzlari nihoyatda chiroyli, qo'llari zo'r mana, xudo xolasa. Abrarbek bitta ikkitasini ushlab, bo'ybasini o'lchab beraylik. Keyin narxiga o'taveramiz. Hali barra junda ekan Abrarbek. Xo'p, metr davomingni o'zingiz. Mana. Mana. Mana sizga. Ha, mana obunachilar. Yerdan balandligi mana 80 plyusda ekan. 80 ga olishaveradi. 80 ga olishaveradi? 80 ga olargasizlar. Zo'r. Mana akalar, xudo xolasa zo'rdan boqaman deganlar aloqa ochib ko'rasizlar. Bo'ybaslarni ko'ringlaring. Bo'ybaslari 80 dan oshiq ekan, 80 ga olishaversin. 80 ga olishaveradi. Bo'ybasiga akalar tortishimiz. Bu haligi bozorda qo'yilmas, serib olinmagan. Qirg'izistondan premmo kelyapti, xudo xolasa. Mana akalar, quyruqlari ochiq, haqiqiy zo'rlardan, yeb ichlardan umuman muammosi yo'q. Yarichka. Abrarbek buni qizi joy narxida. Narxini nima deymiz bularni? Narxini xudo xolasa 14 tasini olgan odamga 7,5 milliondan beraman. 7,5 dan.
Endi Abrorbek bularni maza qilib boqsin. Narx lekin zo'r bo'ldi lekin. endi yosh deb yarasha. yosh deb katta narx aytib bermang. Bir xayr sunnatga chiroyli qilib o'tib bering. Xudo xolasa olgan odam ham baraka topsin. Qo'yda qiladi-da. Savdogar ham olaveradi bu qo'yda. Mana akalar, shalpon quloq variantlaridan. Abrorbek necha pul xayrni qilib berasiz? 100 mingdan o'tib beray. 200 mingdan tekis o'tib bering, 200 mingdan. Va bu yoq Boshadi yana. Olinsin 7 million 300 mingdan olinsin. Dastlabki o'ylashma. O'zbekiston bo'ylab bor dastlab. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar mana o'zi to'layotgan ekan qanga. O'zi to'layotgan variantlardan akalar, xudo xolasa. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha besplatniy qilib beramiz. Aha. Aha. Ularga kelishilgan holat, necha yordam berib yuborishadi. Undan yo'q, kelishilgan holatda. Haqiqiy zo'rlardan, shalpon quloqlardan, mana bunaqa tozalardan boqaman degan aka-ukalar aloqa chiqarsa, xudo xolasa mitkani qilib tashlashalaring, tanlab olishga ham savdosi bor-a? Savdosi bor. Agar xudo xolasa tanlab olishga ham savdosi bor ekan, bemalol aloqa chiqarsalar, qaysi qo'y yoqsa, bitta ham, ikkita ham sotib bor ekan. Bemalol aloqa chiqarsalar, xudo xolasa so'rasalaring takror video ham qilib berishaveradi men. Haqiqiy zo'rlarni boqaman deganlar aloqada bo'lasa. Xo'p, Abrorbek xudo xolasa telefon qilishadi, hammasi yo'qdi. Jo'natib yuboradigan odamga yana xayr sunnatga o'tib berasiz, Abrorbek. Beraman, xudo xolasa. Telefon qilgan odamning ishini bitirasizmi? Ish bitadi. Bo'ldi. Yana yangi parda kelyapti. Qo'y ko'p. Soni serap, a? Soni seroq. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Agar hech kim aytgani sotilmaydi, savdolash sunnat, bemalol aloqa chiqib, xudo xolasa savdolashaverasizlar. Agarlar bizni kuzatishni davom etinglar, bizda endi keyingi so'nggi partiya. Obunachilar, bizda endi so'nggi partiyamizga mana bunaqa gigantlardan ekan. Mana haqiqiy zo'rlardan ekan. Xudo xolasa, Abrorbek so'nggi partiyamizdagi qo'ylarimizda pul yengil bo'ladi. Xudo xolasa narx tushyapti. Aha, partiyadan partiyaga. Partiyada bularni ham ozgina tushirib beramiz ikkinchi partiya. Xo'p, soni nechta bu yerda? Soni 10 dona. Soni 10 dona. Kambag'alni bo'y qiladigan variantlar. Shalpon quloqlardan ekan, qarang. Ana shu qo'zi. Bunisi qo'zi, a? Ana shu yetqani qo'zi. Qani qo'zi. O'tda danaga. Mana garbonosini qaranglar, garbonoslari ham nihoyatda chiroyli. Kastaklari akalar baquvvat narsa ekan. Xo'p, yosh oylar qanaqa Abrorbek bu yerda? Yoshlar qo'zi 2 tish 4 tish asosan. 4 tish eng kattasi. Ha, 6 tish yo'q. Mana eng kattasi akalar 4 tish ekan. Quyruqlariga alohida ahamiyat berasizlar, quyruqlari ochiq akalar. Qo'chqorga tayyor variant akalar, xudo xolasa mana zo'rlaridan. Mana hurmatli obunachilar, saldat bo'lib terilib turibdi mana akalar. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar mana. Mana akalar zo'rdan boqaman deganlar aloqa chiqarasiz, xudo xolasa. Abrorbek, xudo xolasa yebichalarda muammosi yo'q. Yebichalar bor. Yebichiga garantiya beraveramiz 1 hafta. Yana 1 haftaga bo'g'ozlig'iga 50 kunlik bular ham. Aha. Qo'chqor qo'shib olishaveradi. Bo'g'ozlari ham bor lekin. Men ko'rdim. O'shab ko'rdim. Lekin mana bu qorayam lekin rahat uzunlasa ekan, limuzin ekan. Hammasi chiroyli ekan mana. Murodjon, mana qo'zi deganim endi 2 tishga buzyapti ekan mana. Jonivor endi buzyapti ekan. Zo'rlardan mana ekan. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib turasizlar. Mana qo'zi hali. Shoxlarni o'lchab beraveraman. Xolasa qo'ylar yosh. Mana yosh ekan hammasini. Mana akalar, xolasa aloqa chiqarasiz. O bo'ybasini nima deymiz Abrorbek bo'ladi? Bular ham 80. 80 bitkasi. Mayda bitta qo'y yo'q, 75 yo'q. Mana shu qo'zi deganimizni bitta ushlab ko'rsataylik Abrorbek. Bo'ybasini mana shuni. Mana shu qizildi. Mana obunachilar, mana shuni bo'ybasini o'lchab beramiz. Mana o'zingiz olasiz endi. Mana. Mana yerdan mana realni bo'lsa yerda 80 plus ekan mana. 80 ga olish olsin. 85 ni ham garbonosini bitta olib qo'ying. garbonos. Shak qo'ymasda. Quloqlari ham uzun, shalpon quloq varianti mana. Quloqlar. Nihoyatda chiroyli mana. Tushlari ham hamma yoqqa kelishgan akalar mana qaranglar. Xudo xolasa yoshlardan boqadigan qo'ylar. yoshlardan boqaman deganlar aloqa chiqarasizlar bugun. Et oshlari ham nihoyatda zo'r akalar mana. Kastaklari nihoyatda baquvvat. Zo'rdan boqaman deganlar aloqa chiqarasizlar bugun. Zo'rlari mana akalar. Mana 4 tish. Murodjon. 4 tish mana akalar. Hammasi uzunligini. orqalari ham ochiq mana akalar, xudo xolasa. Xo'p, Abrorbek, bularda maqtaganimiz bilan bu qo'ylar tuya bo'lib qolmaydi. Narxi nima deymiz Abrorbek? Narx qilsak buni. Shu eski narxdan, nargi partiyadan 200 mingdan tushib beraman. Necha pul qilib berasiz undan? 7 million 100 dan qilib beraman. 7 million 100 dan. Endi 7 million 100 dan qilsangiz sizga yarashmaydi. Abrorbek 7 dan qilib beray. 7 dan. Tekis 7 dan ketaversin. Abrorbek kun isib ketyapti. So'ramay, yana bitta o'tib bering chiroyli qilib. Hop, juma kuniga aksiya qilib beraman. Yana 100 ming o'tib beraman. 6 million 900 dan mana. 6 million 900 dan. Telefon qilgan odamga o'tib berasizmi yana chiroyli qilib? Telefon qilsin, xayriga yana o'tib beraman. Dastlabkilarni ham qilib beraman, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasiz, xudo xolasa mitkani qilishsizlaring. Savdogar ham olaveradigan qo'ylar, xudo xolasa. Qattan savdogar ham oladigan qo'ylar haqiqatan mana.
Xudo xolasa aloqa ochib ko'rasizlar akalar, xudo xolasa ishlarini bitirib berishadi. Xo'p, Abrorbek biza so'nggi partiyada bular. So'nggi partiya, xudo xolasa. Xo'p, akalar, ketkizgan vaqtlaringiz rozi bo'lsa, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Kelgusi videoda ko'rishguncha sog' va salomat bo'lsin. Obunachilarga nima deymiz, Abrorbek? Kelaman degan obunachilar uchun lokatsiyani tashib berilaveradi. Kelib ustida ko'rgan odam yoqadigan qo'ylar. Like'ni bosib qo'yishsa, xudo xolasa. Aha. Aynan qo'ylarda 100 so'rab, 200 so'rab xonadonda sig'may kelsin. Joningiz Like'ni bosing hozir.